Ha bolajonim. Assalomu alaykum onajon. Sizga itik olib keldim. Ana. Oğlum kızımsa hali kış kelmadi-yu. Shu paytdan oyog'ingiz muzlamasin deb kiyavering, tamam onajon? Nima olib kelding? Sizga makasin olib keldim, ona qarang. O'tgan safar ham bir razmer kichkinasini olib keldim. Yana bir razmer kichkinasini olib keldim. Kichkina bo'lsa balki boshqa odamga beramiz, ona. Ha, men o'zim orqasini bosib kiyamanu mana. Qarang. Ha? Sizga onajon tufli olib keldim. Men senga darvozamanmi? Bilaman, tushuntiribman. 3 kundan beri ovorasan. Onani ko'ngli sezmaydi deb o'ylaysanmi? Ona bilan xotinni teng tutish kerak. Bo'ldi, tushundim onajon. Qo'y buni. Bor paypoq olib kir. Oyligini hammasini oyoq kiyim olyapsanmi? Yo'q, ona buni Chilonzordagi MM Shop'dan oldim. Makasin mana 69 mingdan ekan. Oyoq kiyim bo'yicha eng katta chegirma